Assalomu alaykum. Ertalab turib, kecha olgan gulimni maza qilib hidlab, hididan rohatlanib, 2 kun qabziyat uchun o'tkazgan onlayn master klassim qanday bo'ldi degan narsani kommentariyalarni o'qiyapman kompyuterda. O'zbekistonda katta muammolardan biri bu ichak muammosi ekan. Hazm qila olmaslik, ichak damlashlar va qabziyatlar eng hayron qolarli narsasi, hattoki endi tug'ilgan chaqaloqlarda qabziyat, 2 oy tug'ilgan chaqaloqcha hali unda qabziyat. Endi kattalarni aytavermang. Ularni rosa qabziyat rosa ko'p ekan. Uzoq yillardan buyon har xil ichni surdiruvchi dorilar qilib qabziyatini yo'qotishga harakat qiladi yillar davomida. Keyin u ichak nima deydi, munchigina ichak katta boladek katta bo'lib ketadi, yo'g'on bo'lib ketadi yoki cho'zilib ketadi, 2 baravar, 3 baravar operatsiya qilishadi. Bechora ahvolda qisqasi. Lekin meni metodim ularni ovqatlanish orqali qabziyatni yo'qotish. Bitta emas, bizni nerv sistemamiz ham taalluqli. Qisqasi mana shu qabziyatni qanday yo'qotish mumkin, ichakni qanday sog'lomlashtirish mumkin haqida 2 kunlik master klass o'tkazdim. Buni zapisini YouTube'da ko'rishlaringiz mumkin, to'liq versiyasini. Va nimani angladingiz deydigan savol berdim. Mana 2 kun qatnashdingiz. Xo'sh, nimani angladingiz deganimda, mana bunaqa hozir anglagan narsalarning kommentariyalari yozib, men sizlarga o'qib beraman. Ma'lumotlar a'lo darajada, men ham hech kimdan bunaqa zo'r ma'lumot olmaganman. Rahmat. Zo'r tayyorlabsiz, to'g'ri ovqatlanish, suv ichishni, jismoniy harakatda bo'lishni o'rgandim. Zo'r narsa anglabsiz. Xayrli kech. Rahmat, zo'r tayyorlabsiz. Bunaqa eshitmagan edim. Ismim Muqaddasman, qatnashaman, to'lov qilaman. Rahmat. Dasturimga qatnashadilar bu kishi. Chunki 1,5 oy davom etadigan qabziyatdan chiqish kabi nomlangan dasturim bor. O'sha dasturimga qatnashadilar. Keyin Maryamxon aytibdilar. Ilm olish muhimligini tushundim. Mana, молодец. Ovqatlarga nazoratni oshirishni, o'zimni ustimga ko'proq shug'ullanishimni tushundim debdilar. Maryamxon молодец. Ra'no Shadiyevna. Ertaga premium gruppaga to'lov qilaman. Ilohim manfaatli bo'lsin. Yaxshi. Muborak Ro'za Xanova. Rahmat, menga juda yoqdi. Aniqlik bilan tushundim. Premiumga to'lov qilaman. Okay. Har bir kasallikni ichaklar orqali davolashni, doimiy qabziyatda yurish juda katta zarar ekanligini tushundim. Ana shunaqa bo'lmasa operatsiyaga ketib qolasiz. Tasavvur qiling, sizda suruvchi organizm bo'lganda, sizga ozuqalar yetkazib beruvchi organini kesib tashlaydilar. Keyin вообще ozuqasiz qolasiz. Bu sekin defitsitda, holsizlikda bo'lib borish deganida. Keyin Xushnudbek. Doktorlarnikidan ko'ra sizni ma'lumotingiz juda yoqdi, chunki tabiiy yo'l bilan davolanishni o'rgatdingiz. Rahmat. Habiblar yozibdilar. To'g'ri ovqatlanishni, ich keltiradigan preparatlardan muntazam foydalanish yomon oqibatlarga olib kelishini bilib oldim va qabziyat kasalini mutaxassisi nutritsiolog ekanligini bildim. Rahmat sizga, Alloh barakatini bersin. Xuddi shunday ularga doktor bilan nutritsiologning farqini tushuntirib berdim master klassda. Tanangiz biza doktorlar, men emas, doktorlar anatomiyani o'rganishadi, ya'ni tanani o'rganishadi, kasalliklarni o'rganishadi, lekin qaysi medikament preparatlar bilan ularni tuzatish yo'lini o'rganadigan kishilar doktorlar. Ular ustalar. Biron bir joyingiz buzilib qolsa, tezda kesib yoki biron bir simptomini yengillashtirib berishga yordam beradigan kishilar. Ular ustalar. Lekin nutritsiologlar bizlar ham xuddi shu narsani, kasalliklarni tanani o'rganamiz, lekin qaysi ozuqalar unga yordam beradigan ozuqani bizni nimamiz, instrumentimiz ovqatlar, ozuqalarda vitaminlar, shunga o'xshash narsalar. Shuning uchun bizlar ko'proq sog'lomlashtiruvchi instruktorlar bizlar. O'sha uchun bir-birimiz bilan parallelni ishlaymiz, doktorlar bilan birgalikda. Keyin Xo'janiyozova aytibdilar. Betakror debdilar. Nima betakror? Mana shu ma'lumotlarda yoqdi sizga. Xursandman. Saodatxon aytibdi. Eng chiroyli idishlarga ovqatlanish, o'zini hurmat qilish, balansli tarelka degan narsani o'rgandim debdilar. Молодец.
Sapayeva Sayyora Yusupovna nima o'rganibdilar? 2 kunlik darsligingizga qatnashdim, rahmat. Kerakli ma'lumotlarni yozib oldim. Sog'lom bo'lishni asosi to'g'ri, balansli ovqatlanishga bog'liq. Ichaklar faoliyatini yaxshilash, suv ichish tartibi, hammasini o'zimiz nazoratga olishimiz kerak. Yashash uchun, sog'lom, go'zal, yosh ko'rinish uchun, bilmaganlarimizni o'rganish uchun ham shu darslarga qatnashish kerakligini angladim. Va anglagan holda premium paketga to'lov qilaman, darsingizga qatnashaman. Dasturimga qatnashar ekanlar. Xush kelibsiz, qatnashing albatta. Juda ham ko'p foyda, yengilliklar olasiz. Nasibali Muhammadiyeva. Assalomu alaykum, xayrli tong Dilafruzxon. Bergan ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Bonuslar uchun ham kattakon rahmat, chunki master klasslarimda eshitgan odamlarda oxirida bonus beraman, ya'ni biron bir darslikni sovg'a qilaman. Ko'z ko'rib tushunadigan narsani. Avvalo stressni yo'qotib, siz aytgan to'g'ri ma'lumot tanlab, to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri suv ichishga harakat muhim ekanligini tushundim, deyaptilar. Молодец. Gulshan. Tak, Dila opa, yaxshimisiz? Manfaatli bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Men joyimni band qildim. O'qiyman. Da, albatta o'qiy, chunki agar joyingizni band qilmasangiz to'lib qolsa, bizlar ola olmaymiz sizdan. Keyin Tojibarxon aytyaptilar. Biz uchun jon kuydiryapsiz, qizim, rahmat. Rahmat, onaxon. Hammasiga to'g'ri ovqatlanish, suv ichish, harakatda bo'lish, asabiylashmaslik, damlama tayyorlashni o'rgandim, Dilopa. Ilmingiz ziyoda bo'lsin. Master klassingiz menga juda ham yoqdi. Zo'r. Zulxumor Ahmedova aytyaptilar. Doktordan davolanishdan oldin ovqatlanishni ko'rib chiqishimizni tushundim. Ayni zo'r narsa aytdingiz. Doktorga borib, biror bir kasalligingizni davolanishdan oldin ovqatlanishingizni tuzating, hayot tarzingizni tuzating, undan keyin holatingiz o'shanda ham qayerdir tuzalmayotgan bo'lsa, keyin doktorga borishingiz kerak. Shuning uchun odatda hayot tarzingiz bilan ovqatlanishni tuzatadigan bo'lsangiz, ko'p muammolaringiz hal bo'ladi. Keyingisi. Shunaqa qilib juda ko'p hozir o'qiyapman, 100 dan oshiq odamlarni tushungan narsalari bilan bo'lishyapti. Hali ko'ryapman, mana yozib yotishibdi. Xursandman, o'rganinglar, ilmlaringiz oshsin va hayotda zo'r yashashga harakat qilinglar. Qachonki tanangiz sog'lom bo'lsa, hayotda zo'r yashaysiz. Mani dasturlarimga ham xuddi shunday hayotingizni sifatini yaxshilab beruvchi, sizni kayfiyatingizni, sizni tanangizni yengil qiluvchi dasturlar hisoblanadi. Ilm o'rganing va hamisha bizlar bilan birga bo'ling.